Bugun 4-yanvar 2026-yil. Bugungi sotilgan motorolimiz 200 motorli Zongo. 200 motorli paxtavodga sotildi. Mana akalarimizga. Akalar yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin, nasib qilsin. Asilbek, gaplashamiz, bitta bo'lib qoldik. Bo'ldi, mana akamiz haydab ketyapti paxtavodga. Bu motorolimiz Damas'ga ma'lumlarda hamalari so'ngga berib qo'yibdi. Motorol qismlari. Yagalarigacha bor. Maqsadi kuchina 1,5 tonna yuk oladi. 130 ga 220 lik. Xonasi. 1,5 tonna yuk oladi. Balandligi 80 sm, paxtavodga yetishyapti. Narxi 27 million motorolimiz. Bundan tashqari bizda samasvallar bor. Samasvallarimiz 34 million so'm bo'lyapti. Xo'p, 27 million, 26 million, 22 milliondan boshlanadi motorollar. 1,5 tonna, 2 tonnagacha yuk olaveradi. Qaysisidan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Respublika bo'yicha dastavkalarimiz bor. Toshkentda bor. Bu Andijondagi bazamiz. Bizim magazinlarimiz Toshkentda ham bor. Kimga qanaqa motorol kerak bo'lsa aloqaga chiqing.